Raqamli taraqqiyot, rivojlanishda shaffoflik, samaradorlik, ish unumi va aniqlikni ta'minlovchi eng muhim jihatlarni ta'minlaydi. Uning turli soha, tashkilot va muassasalarda joriy etilishi ko'zlangan natijalarga barvaqtroq erishish imkonini beradi. Bu borada Jizzax viloyatida olib borilayotgan samarali ishlar misolida muxbirimiz so'z yuritadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining raqamli hukumat tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasiga muvofiq mamlakatimizda raqamli hukumat tizimini rivojlantirishning yagona platformaviy yondashuvi amaliyotga joriy etilmoqda. Mazkur qaror doirasida hududlarda raqamli hokimlik dasturiy kompleksini joriy etish belgilangan. Mazkur vazifa doirasi bugungi kunda Jizzax viloyati, Jizzax shahar va tumanlarda raqamli hokimlik dasturiy kompleksini joriy qilish doirasida infratuzilma sharoitlar yaratilmoqda. Jumladan zarurxona, moddiy texnik jihozlar bilan ta'minlanib, demak, ikkinchi bosqichda raqamli hokimlik dasturiy ta'minotni o'rnatishga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Mazkur qarorning eng muhim jihatlaridan biri bu o'z o'rnida, demak, hududlarda ijtimoiy, iqtisodiy ishlab chiqarish sanoatning o'sish dinamikasini real vaqt rejimida kuzatish, ularni tahlil qilish hamda tezkor qaror qabul qilish imkoniyatini yaratadi. Tuman va shahar hokimliklarida tashkil etilgan raqamli hokimlik dasturiy kompleksi aynan tizimning markazlashgani, raqamlashtirishning har tomonlama xavfsiz, ochiq va samaradorligini ta'minlamoqda. Xususan Jizzax shahar hokimligi huzurida raqamli boshqaruv va tahlil markazining faoliyatida ham bu jihatlarni ko'rishimiz mumkin. Shahrimizda 56 ta davlat idoralarini markazlashtirilgan raqamli markazi tashkil etildi. Mazkur markazida bugun shahardagi shu maktabgacha ta'lim muassasalari, oliy ta'lim muassasalari, transport sohamiz, chiqindilar bilan ishlash, kommunikatsiya tashkilotlari, yo'l, elektr energiya, tabiiy gaz infrastrukturasi, boshqalar bo'yicha biz to'g'ridan-to'g'ri onlayn ma'lumot olib turamiz. Eng asosiysi aniqlangan kamchiliklarni vaqtida bartaraf etish imkoniyatimiz paydo bo'ldi. Chindan ham mazkur markaz hududdagi korxona va tashkilotlarning elektron bazasi bilan to'liq integratsiyalashgan holda ish olib boradi. Bu shaffoflik asosida monitoring va tahlil qilib borishga imkon beradi. Har bir tumanda hozir jihozlash, ta'minlash vaziyatlar markazini ishlari olib borilmoqda. Bizning tizimimizda eng ustun afzalliklardan biri biz barcha davlat idoralari, tashkilotlaridan respublika miqyosida ma'lumotlarni tuman kesimiga tushirib beramiz. Har bir tuman hokimiyatga tushgan ma'lumotni biz ertaga mahalla kesimigacha tushirib beramiz. Bugungi kunda viloyatning chekka hududlarida ham aholi farovonligi uchun, ularning barcha davlat muassasalaridan sifatli va samarali foydalanishlari uchun imkoniyatlar aynan raqamlashtirish jarayonlari bilan taqdim etilmoqda. Aynan bunday amaliy harakatlar Do'stlik tumanida ham o'zining samarali yechimlari bilan alohida ahamiyat kasb etmoqda. Toshkent shahridagi Mirzo Ulug'bek tumaniga, Shayxontohur tumaniga va yaqinda mana Sergeli tumanlarida ushbu raqamli hukumat amalga oshirish bo'yicha qilgan ishlari bo'yicha tajriba almashdik. Ushbu tajriba asosida bugun aynan bizning tuman hokimlik qoshida ham vaziyat markazini tashkil qilish, markaz orqali tumandagi ijtimoiy iqtisodiy jarayonlar, tadbirkor subyektlari faoliyati, soliq tushumlari, shuningdek xavfsiz shahar, kommunal infratuzilma, transport va boshqa sohalardagi ma'lumotlar yagona raqamli tizimga birlashtirish bo'yicha demak ishlarni boshladik. Yilda oxirigacha tumandagi barcha sohalarda mana shu raqamlashtirish va mana shu siz ko'rib turgan hozirgi vaziyatlar markaziga ulashni yo'lga qo'yamiz. Gap raqamlashtirish haqida borar ekan, bu borada viloyatdagi bozorlarni raqamlashtirish ishlarini ham alohida ta'kidlash lozim bo'ladi. Bunda eng muhimi byudjetga tushumlarni yanada oshirish va obodonlashtirish ishlariga urg'u berilmoqda. Hurmatli Prezidentimizning raqamlashtirish, maishiy korrupsiyani oldini olish, yashirin iqtisodga qarshi kurashish borasida bergan topshiriqlariga asosan Sharof Rashid tumanidagi mavjud 3 ta bozorlarda raqamlashtirish jarayonlarini boshlab yubordik. Xususan, mavjud avtobozor faoliyatini raqamlashtirganimiz hisobiga bir kunda 800 ta avtomobil joylashtirilib, bir kunlik tushumimiz 24 million so'mni tashkil etdi va o'tgan haftaga nisbatan 2,5 barobar oshishiga erishdik. Shuningdek, avtobozor hududida foydalanilmayotgan bo'sh yerlardan samarali foydalanish maqsadida savdo va xizmat ko'rsatish nuqtalari tashkil etishni o'z oldimizga maqsad qildik. Bundan tashqari, ushbu loyihamizga viloyatimizdagi mavjud BYD va ADM avtomobil zavodlarini avtosalonlarni joylashtirishni ham o'z oldimizga reja qilib oldik. Bugun jadal suratlarda davom etayotgan raqamlashtirish ishlari jamiyatdagi voqeliklarni ochiq va oshkora tarzda boshqarib turadi.